Tokyo vlogumga hoş geldinglar. Wow. Yaponiyanınki ayrılırken mavu. Tokyo vlogumga hoş geldinglar balla. Men bayam keldim yatqımga. Şunda bir xil test keldim. Tokyo'ningki metrolarini yaxshi bilmagachga esqib qilib. Hozir soat 8 bo'pti. Men chiqib kechqurun yemakchi. Og'zimning miyariga uchuq chiqdi. Shunlashqa darhol uchuq bo'lsa, men uchuqningki bir dorisini ilib degandek, ertadan boshlab aylanma Tokyoni. Bugun baldiroq yatmoqchiman. Shunda charchadim. Sizlarga bir yotqinni room tour qildim. Qanday turayotgan yotqin. Ajoyib kichik yotoq ekan. Kirgan yerda mana shu yotqin shu. Taq akrayasizlarni. Meyer bir jo'zi o'rindiqim bor. Miyada karvatim bor degandek. Arallı patlı av çamadınım ayaga, miyada televizorlar bakken degandek. Ama kichik bo'g'ini bilan hamma narsa tayyor ekan jumishchida, miyada suxonam bor degandek. Ama shundoq katakchilik bir yotoqda yotdim. Xili yaxshi yerni oldim deb o'ylayman. Akasaka degan bekat, metro bekatidan 7-chiqish eg'izidan chiqsanglar, o'sha udildilar, o'sha xotirlama. Nega borsam aplik deb shuni og'andim. Ben başında çıkartmakçı balla. Çünkü balla Tokyo ısıqga 12 gradus hazır oylap yakınga. Balla Yaponiyanın pulları bir xil vintage qaranglar. Ben bek yaxshi ko'rdim. Mavu layilishini. Qaranglar kendiki mavu güzel sanatlarni. Chiroyli emasmi? Shuni yaxshi ko'rdim Yaponiyanın pullarini. Katta ballar bo'lsa. Hotelimning ismini ko'rsatib qo'yayin sizlarga. Sotetsu Friasa Inn degan. Chiqsamlam, eshigimning oldida ayadilar. Metro bekatda ko'rganlaridek. Balla vlog qilsam shundan mazmuna. Butun narsamni unutib qilib chiqibman. Eng muhim bo'lgan telefonimni unutib qolibman. Balla men bosh tamoq yeyishdan burun bu og'zimga chiqqan uchuqqa daramoqchi. Hozir oyoqqa olsam, bir dorixona bor ekan udulimda. Aşağıya kirib so'rab baqman agar dori bo'lsa dori ilib. Ondan keyin tamoq yegina bormiz. Tokyoning ko'chalari kichik ko'chalar. Hamma narsa kichik ko'rindi menga bu yerda. Yotoqlarım kichik, ko'chalarim kichik. Bilmayman shunda zich bir-birisi bilan hamma narsa shundoq ko'rindi menga. Ammo bek ratlik. Zich bo'lgani bilan shunda ratlikka pokiz mau ko'chalarga qaranglar, ko'chalarda siz ko'rmaysizlar, ammo birma axlat ko'rinmaydi ko'chasida. Shunda pokiz ko'chalari. Valla men keldim. Yaponiyaning dorixonalarini ziyorat qilgan bo'ldimda shu banada. So'ramasam men topolmayman chunki yaponcha bilmagandan keyin. Valla topdim birdan bilan. Valla men yerda 7-Eleven bor ekan, kirib azroq narsa keraklarni olamiz. Valla men necha kun uyoqda bek tamoqlarni yeyapman, bundan narsalar chiqishinglarga. Nimani men qetib qolaman. Qetibimcha qarab qichay. Blueberry yogurt. Jamal, shunda birni alay. Strawberry jamal. Strawberry ni birni alay. Tayyorlamoqlar beksiziqga. Sotda tayyorlamoqlar. Mana uni birni olmoqchi, yapmoqchi. Suv olishim kerak rost.
Çekoslovakia. Da Slovakia neler? Mananı mı ne bakayım? Nauçum. Vallahi bir monç neyse aldım 7-Eleven'den. Bayan ma kassadan ötüp gitmesem, miyer pul töleysem deydi. Toxta, men yana aldığan näsrim bar desem, ha dep. Onu kim atık takam dikin dep, sorsam qancha taqaysizlar desem, 24 saat açımız deydi. 7-Eleven'de 24 saat açık ekan. Wow. Okay, balam yerim McDonald's bak ya, kirib McDonald's yeymiz. Çünkü aşxonlarni men hozir bilmagandan keyin tamoqlarni bilmagandan keyin nima yeyishimni bilmadim rost gapni qilsam. Shunga bugun McDonald's yeb turaylik. Yaponiyaniki McDonald's qandaq. Rice steak and chicken teriyaki burger bak ya. Burger hamburger bak. Yataq qaytdim. Nələrə barman şularni plan qilib, metro kartını qandaq becirdi, ularni hal qilib deganda qilgan bir muncha ishim bor. Yataq kirib. Allah bazardan su aldım ve çay aldım. 2 tal kek aldım, tortunu aldım, rice qilgan crackers aldım, mani aldım. Crackers ne bakay. Wow. Mani. Çıkıp yana almam. Ve şüphe kema o. Müşüna hayat qısam, bağın şu dövlətimdənki talabazları bulamdı o yamışında. Kiçik mağazaları bulamdı o. Aşağı kirib müşüna nəslərini ip yeyməm. Asalıyla qeyim nəslərin bağlarını bilib alaysızlar. Mən hazır ançı-munçı nəslərimini yığışdırıb, qiyadım, başlayman sayahatımni, nəgi barman, aşı materiallarını körüb azraq. Yaponiya vlogumdan birinci günü. Ondan saat görüşeyle, hayırlı seher valla. Bugün Tokyo'daki tuncu günüm, bugün nimiz kılmaz, kaya barmaz. Sizlerge bir aldın ala uçur, aldın ala. Şimdi ama aldın ala demde, aldın ala. Doğru, aldın ala. Sizlerge aldın ala bir uçur bir bitay. Tokyo'daki tuncu günümni, mişerim başlamakçı Asakusa'da. Doğru okudum mu? Asakusa. Doğru okudum mu? Asakusa'da Mushu rayonundan başlamakçı. Bu yerde Tokyo'daki en kadimi ibadetxana varken Sensoji Temple'da. Şu Mushu Temple'a berip mişani körümüz. Onun için Mushu'nun atrafındaki bazı bulunan yerlerini arlayımız. Bugün bir gün Mushu rayonunda bulunan. Allah tayarlığım bitti. Bugün veksi vakti çıktım yataktan. Kögün olarak saat 10 bulaydı dey. Bugün Tokyo'da en yukarı gradus 17 gradus boldiken şunlaşqa tünügün keçtim o mavulipis uzun yağmaykamını kiysem muzlumudum. Şu yağmayka bilen içkisidigan buldum. Bir xil şamal ba soğarak. Ama birden turib isişim mümkün ne? Geldim. Vallahi Tokyo'nunki mavu 72 saatlik, 24 saat, 48 saatlik mavu biletini almakçı bolsanglar udurlu ağını bulmayırken cümleler başta miyage kilip mavu kodunu scan qilib, onunkin email adresinlar bilan register qilib, onunkin aşı tordu pul to'lab, onunkin qilib bo'lgandan sizlarga email adresinlarga bir manda kod avat bir QR kod. Ashuni miyada scan qilib, onunkin ala olaysizlar degandek. Vallahi men keldim, unda bo'lsa bugun mishani ayni ishni boshlab ketdim. Hazır Sensoji Temple tarafı qarab ketib borman. Vallahi men Sensoji ibodatxonasininki kirish eg'iziga keldim. Bek chiroyliga, mayaqda bir munora bor ekan. Adam dehshat chiqmayadi. Undan so'ng ketdik. Ichiga kirib aylanamiz. Tokyo'nun Asakusa rayoniga joylashgan Sensoji ibodatxonasi Yaponiyadagi eng qadimiy Budda ibodatxonalarining biri bo'lib, rivoyat qilishicha milodidan keyingi 628-yili Hinokoma degan oqfuqlar Sumida daryosida beliq tutayotganda to'rig'i bir kichik Budda haykali tushib qoladi.
Bular bu heykelni daryoga qayta tashlab etgan bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda bu heykel qayta to'g'riga tushib qolgan. Buni ko'rgan yerlik kanit boshlig'i heykelning muqaddas ekanligini tunib, uyini ibodatxona qilgan. Shundoq qilib bu Buddaga beg'ishlangan Sansoji ibodatxonasi qurilgan. Ammo Sansoji ibodatxonasiga oid tunji hujjatlik materiallar 1192-yili qurilgan Kamakura shogunat davridagi Azuma Kagami degan tarixiy yilnomi kitobda xotirlangan. Sansoji ibodatxonasi rahimdillikning, mehr-shafqatning simvoli bo'lgan Kanun bodhisattvasiga beg'ishlangan. İbadətxana tarixdə köp qitim buzğunçılıqqa uçurğan. 2. Dünya urushida Asakusa rayonidagi bombardimanda zo'r darajada buzilgan. 2. Dünya urushidan keyin Sansoji ibodatxonasi Yaponiya xalqining irodasi va umidining simvoli sifatida qayta qurilgan. Bu ibodatxonaning asosliq aloyidliklari bo'lsa, Kaminari-mun tarjimasi Guldur Mami darvozasi, cho'ng qizil chiroq bilan bezalgan mashhur darvoza. Undan qolsa Nakamisi ko'chasi, ibodatxonaga boradigan yo'ldagi jonliq savdo ko'chasi. Bu yerda an'anaviy tatliq turimlar, sovg'atlar va qo'l hunarvan buyumlari sotildi. Xuzumun darvozasi ikkinchi asosiy darvoza bo'lib, ibodatxona hovlisini qo'g'daydi. Asosiy zal, Kanun bodhisattvasiga ibodat qilguvchilar duo qiladigan joy. Haqiqiy haykal ommaga ko'rsatilmaydi. Sansoji ibodatxonasi faqat diniy joy bo'lmasdan, balki Tokioning madaniyat markazi. Bu yerda Tokioning Sanja, Matsuri qatorliq cho'ng bayramlari o'tkazildi. Ziyoratchilar odatda isiriq isini o'ziga surib salomatlik tilaydi. Umukoji taqdiri qog'ozi tortidi, baxt, salomat yoki muvaffaqiyat uchun duo qiladi. Sansoji ibodatxonasi zamonaviy shahar ichida Edo davridagi Kona Tokioni his qilishga bo'ladigan nodir joy. Tarix, madaniyat yoki muhitga qiziqadiganlar uchun Yaponiyaning eng an'anaviy ruhini sezgili bo'ladigan eng yaxshi joylarning biri. Miya balla tilak tilaydigan ekan. Hozir misal tilak tilaymiz. Ko'may ko'chilik qilmoqda olsa 100 yen to'laysa kajimni talash qilish kerak. İngiliz vaka İngiliz o'qisanlar bo'ldi. Balla çaqchaqımdan bana yaxşı bir indaymiz tilak chiqdi. Hozir qilsam keyin o'qib baxsam hamma ishlarim o'ngishib bo'lib ketganim uchun. Ballama kelib tilak tilagan chaqda-chu, yaxshi tilak chiqmay qolsa, chiqqan tilinglarni miyaga esib qo'yib kassanglar bo'ldi ekan. Nachar tilakni miyaga esib qo'ysa ekan. Yaxshi tilak chiqib qolsa, ep kassanglar bo'ldi ekan. Ma'u balla tuma sotadigan ekan jumlar. Vallahi tuma setib oldim. Tenimdan salomat bo'lishi uchun shu tumani setib oldim. Palga ishonma, palsiz juma deb mana Sansojida yaponcha pallanashtirib atdimizga. Vallahi mana ichida mig'miq adam bo'g'ini bilan mana kirsanlar odamda bir xil jimjit, shunday bir xil hissiyat berdi ekan. Ibodatxona bo'lg'achqa yana. Yana nimishlarni qildi buning ichida tuma oldim, tilak tiladim. Ma'ning ichiga kirib duo qildim, bir duo qilgan yeri bor ekan. Agar suv bilan qo'limni yuvdim, bas kelgan odamlarga ishbam baxtim. Butun hamma odam menga o'xshash vlogda o'tadi. Hammasi rasmga tushyapti. Bizning davrimiz shunday davr mana. Men bilan birga Sansoji templening ishini arlab tugatdinglar. Unda bo'lsa, hozir men udulimga olsamlar, shu toza bozor bo'lgan, shu ko'chalarga chiqamiz ekan. Shu ko'chalarni arlaymiz. Hayvin nasri bo'lsa yeymiz degandek. Shuna yaxshi ko'rdim ya'ni. Cho'qim kelinglar Tokioga kelib qolsanglar, bu yer ko'rishga tegishli yerlarning birisi, sayohatchilarning hammasi mishaga keldi ekan.
Yaponiyadagi yaxshi ko'rgan do'konimdan deb oldim yerda. Ajoyib payda chiroyli yaponcha rasmlar bor. Mana ichida og'im kelib meni hozirlar. Ama hozir olsam buni bugun bir kun so'rab surayman shunga. Tamam rasmlar shuni. Shunga bu yerga boshqa kuni qaytadan kelib ketadigan kunim kelib olaman, ko'rib qo'ydim. Yoki yo galleryda kelib qolsanglar rasm yaxshi ko'radigan balalar o'yinlarga asırgan rasm olman desanglar, misal kesanglar bo'ldi. Balamında bir yemeklikini aldım, cherry blossom temizleydi. Yapan ayak. Tezgah, tamam. Ma şirki, ma şirnesi cherry blossom ki. Roasted green tea ice cream dedim. Ekşi tezgah. Muş koçlarda qanaqa sapmışlar uşaq yeməklərini satılğan dokanlarda çıxkən tetib yapıqlar qaysını yaxşı görsənlər şunu saat 1 olaydı da qozqum açdı tamaq yeyənim aldım mən hazır. Vallahi kəynimdə görünüb durğan munar bolsa Tokyo Skytree. Əsəgim baxmaqçıyam. هذا الشيء ما في مكتب مساعدة. كلام اسمه بيفلسني. نقلقي traditional Japanese style. Sähköislatlarda Tuhannessakin veksi çıraylıq bezapdı mani amma mən ən yaxşı görülən fig barkam ananın içində manimdum sushi-ken Arigatou gozaimasu. Chango-keman. Sağlam tamaq denen ma'u. Eshqandaq ummay aralashtirmagan. Saqlab sähköislatlarda bor. Ma'u sho'rpisiz sudakka amma isimiz ta'mi ajoyib kayfli. Thank you. Arigatou gozaimasu. Ma buğdayga qarama. Ma buğdayni itildirayotgankan. Ma bu tofukan. Ama tegida sosi bor ekan. Açlarının keyfini. Allah'ına billah bayana. Mavu gazlan göçke. Gazına takdini neydi? Tak. Vallahi buğdayniki popcornsini yaptı hazır. Thank you. Mavu emni. İki küçük parçalaş büyüt. Bir dal üzümni ikiga bölüp, bir dal ko'plikni to'rtga bölüp, bir tilni berib turam bana. Bizning eng qimmatli bo'lgan anar urqidan ikki dal beribdi.
Peyzga. Peyz bir işlemek edelim. Ondan sonra çıkıp yana arlayımız Tokyo'ni. Sticky rice ball. Ah, sticky rice ball. Okay, yes. Is that a sweet sauce? Sweet one. Soy sauce. Soy sauce. Aha. Tamak yap çıktım. Magazin sıbatıke ulanınki çıkalı ya da magazin sığı kirip anca munca tatlıklarını yaptım ben. Ondan bu sefer arlaş devam mı? Vallahi bir yerde kahvehane bakın, kirip kahve içmesem ben bugün kahve içmedim. Unlimited coffee bar'da. Thank you. Onlar çok yakında Peyzgam alanın kahvesi değil mi? Sonra yoldan ötüp gittirip kırgandım Peyzgam hanım alanı. Tembel Peyzgam kahvesi. Vallahi ben geldim Tokyo'ga şeyga köygünlerde. Hazır aşağı tepeye çıkıp bütün Tokyo'nunki manzarasını görürüz. Biletimi aldım. Kriket kundapsa. 350 metre egizlikka birdamdan uçurishgandek chiqib oldi ya. Men oldimdagi manzarani ko'zamlar ishonmay qolsa. Deyishib cho'ng shaharga Tokyo degan ketgan bino, ketgan uy ya. Bino bilan to'shaq ekan. Bunda cho'ngligini men xiyolimdan keltirmagan Tokyo'ga. Tokyo'nun qadimki nomi Edo bo'lib, 12-asrdan 15-asrgacha Edo faqat bir kichik baliqchilar yezisi bo'lib, Sumida daryosi va Tokyo qo'ltig'iga yaqin joylashgan. Tarixda 16-asrdan 18-asrning oxirigacha bo'lgan bu vaqtni Edo davri yoki Tokugawa davri deb atagan. 1603-yili samuray rahbari Tokugawa Ieyasu Edo shahrida Tokugawa shogunlik hukumatini qurgan. Bu hukumat 260 yildan ortiq hukm surib, 1868-yili oyoqlashgan va Yaponiya tarixidagi eng uzun hukm surgan shogunlik hukumati bo'lgan. Shogun bo'lsa Yaponiya tarixidagi eng yuqori harbiy siyosiy rahbar bo'lib, davlatni amaliy boshqaradigan odam. Imperator bo'lsa diniy va simvolik rahbari bo'lgan, amaliy siyosiy huquqi yo'q. 11-asrdan 18-asrgacha Yaponiya tarixida 3 qitim shogunlik hukumati qurgan va shogunlar feodal sistemasi ostida davlatni boshqargan. 1868-yili shogunlik Yaponiya tarixida rasmiy oxirlashadi va davlatning huquqiy shogundan imperatorga qaytariladi. Shuning bilan asrlardan beri feodallik tuzum ostida yashab kelgan yaponliklar Yaponiya tarixidagi eng chong o'zgarish Meiji islohotini kutib oldi. Yaponiyaning poytaxti Kyotodan Edoga ko'chiriladi va qaytadan ism qo'yilib Tokyo deb ataladi. Tokyo sharqiy poytaxt degan ma'noda. Meiji islohoti ostida Yaponiya tez sur'atda taraqqiy qiladi. Feodallik sistemasi yo'qotiladi. G'arb uslubida yangi hukumat qurildi. Sanoat va fan texnik tez sur'atda taraqqiy qiladi. Davlat eshigini ochib dunyoga yuzlanadi. Yaponiya qisqa vaqt ichida Osiyodagi kuchli davlatga aylanadi. 1923-yildagi Chonkanto yer tavrishida Tokyo shahrining zo'r qismi vayron bo'ladi. 1945-yili 2-dunyo urushi bo'lsa, Tokyo Amerika tarafidan bombardimon qilindi. Urushdan keyin Amerikaning qo'llashi bilan qaytadan tez sur'atda taraqqiy qiladi. 1964-yili Tokyoda olimpik musobaqasi o'tkazildi. 1980-yildan keyin Tokyo dunyodagi eng chong va eng zamonaviy shaharlarning biriga aylandi. Bugungi kunda Tokyo shahrida 37 million inson yashaydi. Ballama egizlikda turishdim, adam qo'rqaydi ekan.
Valla 365 gradus aylanatdım anam köpüne. Keş boğan çağda, karanғы düşken çağda, çıraqlar yanğan çağda qançalik çıraylı olub ketdi. Tokyo'ga sayohatga kelgan balla. Kelib qalsanglar cho'qim kelinglarmishning to'piga 350 metr egizlikdagi o'sha munarada chiqsanglar, butun Tokyoning manzarasini 360 gradus ko'ralasizlarga arziydi ekan. Valla men hozir mau tuvanki qavatiga chiqsam, bir magazinsi bor ekan. Tinglatib qo'yib chaplaydigan chaplaq qoldim. Agitation tropicale, créature astrale. Bir aylanib chiqqcha ko'ringlarmi, men So'r saroyining ichini qorong'u tushib bo'libdi birdamda. Valla Tokyo'da qaranglar. Palampaylardan chiqsanglar, liftlardan chiqsanglar, so'ngqul taraflarni besib chiqsa kerak. Bugün bir kun mushundaq uşaq yemeklarni yeb yurdim. Actually, bacon. So sticky and chewy. Malum'un bunu alaydı geldim, alamadım.プラス10万年とか20万年、そんなのではいかない。その時霊界のね、概念の中にあった怖い、怖い、妙で。怖い、怖い。 You asked me what I was doing before. Can I tell me? Vallahi bir günlük seyahatimizi tüketip saat 11:20 bo'lgan chog'da uyga qaytdim hozir. Men hozir Shinjukuda bir kunning ichida Tokyo metrolariga qanday o'tirishni bekishni o'rganib ammo o'zim Tokyoninki eng qalaymuqam metrolari bo'lsa ham tip o'tira olmayman. Mening yerib ketgan chiroyimni ko'ringlarmi? Atgan 10 yerimda chiqdimmi, 10da chiqdimmi? Hozir keldim yotoqqa. Naq soat 12 bo'ldi ko'ringlarmi? Bir kun sirtda arlabdiman. Vaqt qanday o'tib ketdi bilmadim ha. Ajoyib chaqqan o'tdi ekan bu yerda vaqt. Bugun plan qilgan Sensoji Temple rayonini arlamoqchidim, ammo plan qilgan jiq yerlarimga borolmadim. O'tib ketdi vaqt birdamdila. Undan keyin yo'lda rast ajoyib payzi do'konlar bor ekan. Menda qarab o'tib ketganingiz kelmaydi ekan ba'zi do'konlardan. Kirib arlaysizga tunashqa plan qilgan oilaqi Ueno degan bir bog'cha bor shu yinida shu Sensoji Temple'ninki ma yinida Ueno Parkda. Shu bog'chaga borolmadim. Uning ichida Tokyoninki davlatlik musiqasi bor. Uningga kirmoqchi edim. Uningga borolmadim degandek. Kechda ras Shinjukuga beribdiman. Bu yerning kashf bozorini arlabdiman. Bir og'inam bilan ko'rishib birga tomoq yedim. Meni mehmon qildi sushi bilan va payza. Onun keyin ice cream yedik, matcha ice cream dehshat payza. Baxtiyor mağma ikki shokoladni ilib berdi. Unutmasam, unutmay, ammo desam unutmay, men sana shokolad yedirman. Buni ertagundan ichida yeb turibman, qaytish chog'da olaman degandek. Rahmat tiklagan shokoladlar uchun. Men ko'rib qo'ygan Dog'da bir jazz barga bordim. U yerda azroq ichimlik ichdiman degandek.
Şuna qilib kechgacha soat 13 bo'lib ketdi. Ammo shunda yaxshi ko'rdim Tokioni. Haqiqatan ajoyib bir cho'ng shahar ekan bu. Har qanday bir inson bu yerga kelib sayohat qilib bu shaharni maqtaydiganini, qayta sayohatga keldiganini men tushundim bu qitim kelib. Haqiqatan bek tayz ekan. Somkamning ichi balla liq axlatga to'shib ketdi. Bir dalmi bir axlat tashlaydigan to'ng uchratmadim men ko'chada balla. Bütün axlatni yig'ib keldim somkamga. Saplı axlatda somkamdan oyun oynadım ben. Saplı şu yaqindek aşı oyun oynaydigan do'konlar. Bular nimdaydi, bilmdaydi oyun oynaydiganni. Men bilmayman. Burun qiziqmabdi menga. Ama bugün kirip taza oynadım. Eşinim utanmadım. Pul төлep mandaq narsa oynadım. Qalgan pulumdan hammasini qis qo'shpog'i qisib oldi qo'ydi pul silib. Olay desem hech qaysini ololmadim jumu. Taskiya uni o'ynamoq. Ma'raksi u vaqtga. Buni manda tizib qo'ydigan-ki. Ko'ringlarmi? 200 yenga mushundaq narsani qildim. Qalgan 1000 yen pulum qo'cha qisman deb birsini qisamadim. Tushdilaqa tamoq yedim go berib, magazinsi baka, shu oshxonaniki pranik oldim, shokolad tamlik. Mana nimdaydi o? Yaponiyadagi bolalar bilsanglar ismini o'tinglar, mendaq bir narsa aldım yeydigan. Tort veksi peyzede değil, sonrasında bir küçük bir tort aldım. Bunu etigelik naştılığımda yeymen. Resmi sonka açıkmışsınız, axlat taşlayırığa ya tapamaysınız geriyende. Bu yeres yeni başka nesler attım ben. Ma Tokyo Sky Trading pesküçüsünüz saptaylık sorsara iken. Ve kişi çıraylık dukarlar bakya. Sonlatko çaplı hoşunu aldım. Tokyo Sky Trading'ki asıdığında aldım. Fuji Teğnin'ki mındaqsı küçüldüğün ma o sonlatko çaplıqışını aldım. Çoğu nəslərini almadım çünki arlıqaşqa bugün asas cəhətdən kögəşkən sonrasında çoğu nəslərini elişini xalamadım. Onu götürüb nerede jürüymən çoğu nəslərini alsam işte kiçik nəslərini aldım. Mesela tamaq yesiniz mi əzanki, onun dikin dükkanlardan birimlərini alsanız mı əzanki degəndək. Bazı şunda muhabbət. Çüştükü bağın aşxanam. Saplaylıqı iş çoğun ilqindək apaşlar işləydikken çoğu yerde. Şunda suyumluk ilqı apaşlar. Közlanlar yandan. İlqı qıram muamız çoğu ilqı servisi şunçilik sılıqı ilqı. Siz ola onda sılıq boğandın keyin, siz onda sılıq muamılık qıqandın keyin, siz mi aşı ilqı özünüzden özünüzge aşımda sılıqlaşıp getsiniz ki. Men mi aşı bilmisem mi aşı arigato gozaimasu dep mınqitim demek kendime bugün arigato gozaimasu ni. Etdiğimde qo'pib, yana bir muncha yerlarga boramiz. Bugungi Tokioninki tunji vlogim. Ishaqchi bo'lsin balla, ko'rishaylik, xayr xo'sh.